Zhuge nimiş amraq şagirdi bolgan Masuni öldürüp etdi. Onu öldürmese zadı bulmamdı. Eğer sizin bundan kızıqsınız, yürek verip saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Üç parçadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Masu Zhuge'ninki eng yaramlıq shogirdlardan birisi. Masu Jitingni saqlashda savallik o'tkazganligi uchun Zhuge'ni o'ldirib etdi. Muşu vaqtda Zhuge o'zining ashundaq amraq shogirdini o'ldirmasa, bulamdi bo'lmaydi. Albatta bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki shu davlatninki ahvolidan qaraydigan bo'lsak, shu davlatninki tuzumlari unchalik chin emas. Shu davlatdagi Guanyu, Zhangfeilar kayni-kayni xatolik o'tkazibmi, hech qanday jazo uchramaydi. Hatto Liu Beima qattiq xatolik o'tkazib, u o'zininki xatolik o'tkazganligini e'tirof qilmaydi. Shu sababdan agar mushu qatimli xatolikda Zhuge bu Masuni qattiq bir taraf qilmasa, demak bundan keyingi buyruq qilishi, qo'l ostidagilarni boshqarishi tezki to'xtaydi. Qo'l ostidagilarmi baribir xatolik o'tkazsak bo'laveradigan bu degan bir qarashga kelib qilib, Zhuge'ga qarshi chiqadigan, Zhuge'ning gapini anglamaydigan ahvol kelib chiqdi. Shunga Zhuge Masuni qurbon qilish orqali o'zining huquqining texnik cho'ng ekanligi, o'zining tuzumlarining qattiq ekanligini boshqalarga bildirmoqchi, askarlarga bildirmoqchi. Demak, bir shirkatda yoki bir korxonada chuqur qoida tuzum aniq bo'lish kerak. Qoida tuzum va mukofot aniq bo'lgan vaqtda bu shirkatdagi xizmatchilar yaxshi ishlaydi, qadr qilib ishlaydi, shirkatni gullantiradi. Shunga siz agar bir shirkat quruvchi, bir xodim boshqaruvchi, bir korxonchi bo'lsangiz, shirkatning tuzumini chuqur yaxshi tuzishga kafolatlik qiling. Agar sizin bu gaplarımı qo'shilsangiz, astaki inkos qayniga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p korxonchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchrang.